Bekorga aytishmasa ekan, maqsad qildingmi, maqsading sari harakatdan to'xtama va natijasini ko'rasan deb. Nimaga bunaqa deyapman? 2026-yil 1-yanvarda biz oldimizga maqsad qo'ygandik, jamoa bilan birgalikda shu Qadamjoy loyihasi, ya'ni Qadamjoy akkauntini bir oyda 10.000 jonli obunachi yig'amiz deb maqsad qilgandik. Allohga behisob shukr bo'lsin. Mana bugun yanvar oyining oxirgi kuni biz 16,5 mingta jonli obunachiga ega bo'ldik. Bu narsadan biz o'zimiz xursandmiz. Shu bir oy davomida biz to'xtamay har kuni reels joyladik, kontent ishladik, e'lonlar joyladik va sizlarga qiziq bo'ladigan narsalar joylab bordik va sizlar bizni qo'llab-quvvatladinglar, kuzatdinglar, kimgadir manfaatli bo'ldi, uylarimiz sotildi, sotgan ham, olgan ham, sababchi bo'lganlar ham hamma rozi, hamma xursand. Bu ishni boshlaganimizga biz endi afsuslanmayapmiz, chunki insonlarga manfaatimiz tegyapti. Shuning uchun bizga podpiska bosgan har bitta odamga katta rahmat deb qolaman. Nimaga bu narsani reels qilib joylayapman? Chunki bu narsadan o'zimiz maza qilyapmiz, shuning uchun hammaga ulashim keldi. Agar siz ham biron bir maqsad qo'ygan bo'lsangiz, sizga aql o'rgatish niyatim yo'q. Prosta shu maqsadingiz sari to'xtamasdan harakat qiling. Natijasiga erishasiz. Kerak bo'lsa oshig'i bilan erishasiz. Hammaga rahmat. Qadamjoy orqali Andijon shahar bo'ylab uyingizni bepul reklama qilmoqchi bo'lsangiz, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Agar siz uy olmoqchi bo'ladigan inson bo'lsangiz, biz joylagan e'lonlardagi uylarimizni ko'ring. Agar sizga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, biz unda ham xursand bo'lamiz. Hammaga rahmat. Qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bu yog'iga yana ham katta maqsadlar sari harakat qilamiz.